Assalomu alaykum qadrli Sport So'z obunachilari. Intervyular olishda davom ettiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz Navbahor klubi hujumchisi desak ham bo'ladi, vingeri desak ham bo'ladi. Qisqa qilib aytganda futbolchisi Muhammadali G'iyosov bo'ladi. Muhammadali aka, avvalambor assalomu alaykum. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum aka. Chaqirganingiz uchun katta rahmat. Avvalambor shu nima savolingiz bor bilmalol aka. O'sha hamma savollarni o'zingizga bildirmasdan hammasini so'rab olamiz. Xudo xolasa yaqin 1 soat ichida qiziqarli suhbat bo'lishiga umid qilamiz. Inshaalloh. Qarsildoq vafli, qovurilgan yer yong'oq va karamel. Bularning barchasi bitta Apache batonchikida. Apache quvvatlan va harakat qil. Dastlab o'sha namanganlik muxlislarini qiziqtiradigan savol, qachon safga qaytasiz? Inshaalloh, men shu bir hafta reabilitatsiyamiz qoldi inshaalloh. Shu hafta test bo'ladi. Testda hammasi yaxshi bo'lsa, Xudo xolasa safga qaytamiz. O'zim ham tezroq aytish niyatidaman inshaalloh. O'sha bunga qadar ko'rib chiqdim, umuman intervyu bermagan ekansiz, ya'ni katta intervyu bermagan ekansiz. Demak, keling o'sha futbolga kirib kelishingiz, umuman futbolni tanlaganingiz o'shandan boshlasak. Futbolga kirib kelishim men o'ydaylarim birinchi boksyor qilishmoqchi bo'lishgan. O'z buxorolik o'sha sportchi boksyorlar ayniqsa boksyor qilishmoqchi bo'lishgan. Shu o'ydaylarim akamlar futbolga bir olib borib qo'yinglar, talanti bor deyshganda, tog'am futbolga olib borib berganlar. Mana shu futbol shunaqa boshlaganmiz futbolni. Sekin Buxoroda o'ynab, Xudoga shukr Buxorodan shu Bunyodkorga o'tganmiz. Bunyodkordan Timur aka o'zlariga olib olganlar. Buxoro futbol maktabida katta bo'lgansiz. Bunga o'sha tog'ingiz olib borgan adashmasam, to'g'rimi? Futbol maktabiga. Tog'am berganlar, tog'am olib borib qo'yganlar. Trenerim Ляпин Aliyur Borisovich birinchi trenerim bo'lganlar. U kishi bir hafta ko'ramiz deganlar. Agar yoqsa olamiz deganlar-da, o'shanda tog'am hali bir hafta bo'lmasdan telefon qilib olasizlar deyshganda. Shu bitta o'yindan keyin sirasu ana qo'yishgan. Bo'ldi bizga bor, yoqdi deb olishgan. Qachon o'sha futbolchi bo'lish, men futbolchi bo'laman degan niyat, ya'ni qachon niyatingiz jiddiylashdi yoki o'shanda yo'q o'zi futbolchi bo'laman degan narsa bormidi sizda? Yo'q, menda unaqa bo'lmagan. Menga prosta so'rashgan futbolga borasanmi deb. Ha deganman, futbolga boraman. Shu futbolga berishgandan keyin men yoshligimdan qiziqqanman, lekin unaqa qiziqib, futbolchi bo'laman degan xayolim bo'lmaganda. Keyin men shu futbolga kech kirib kelganman. 6-sinfda kirib kelganman futbolga. Men shundan keyin borimni futbolga berib, futbolchi bo'lish niyati, mana shu maqsadi tug'ilgan menda. Karyerangizda asosiy o'sha start qismi desak ham bo'ladi. Endi Olimpik proyekti ochilgan va bu proyektda siz ham bor edingiz. Umuman bu proyektga qanday kelib qoldingiz yoki kimdir taklif qildimi yoki? Yo'q, bizda Timur aka har masalan FIFA kunlarida sborni yig'ilardi yoshlar. Shu yoshlar yig'ilganda Timur aka xonalarga chaqirib, "Ukam, mana shunaqa komanda ochyapman. Seni komandamda ko'rish xohlayman. Juda tayyorlayman" deganlarda. O'shanda men Buxoro jamoasida o'ynaganman. Buxorodan Bunyodkorga o'tganman. Bunyodkordan men uchun eng katta plus shu Olimpikka o'tganim, Timur akani o'sha qo'l ostida futbol o'rganganman desam ham bo'ladi. Futbolni o'rgatganlar menga. O'sha aytib o'tdingiz, Timur Kapadze taklif qildi, lekin siz o'sha Olimpik proyektida umuman orqaga biroz qaytamiz. Umuman asosiy futbolchi bo'la olmadingiz. Ko'proq o'sha zaxiradan tushardingiz. Ya'ni asosiy tarkib kirishda biroz muammo bo'ldi deymizmi? Ya'ni o'zingiz to'g'ri futbolchi sifatida shakllangan bo'lishingiz mumkin, lekin baribir ushbu Olimpik jamoasida asosiy futbolchi bo'la olmadingiz. Bunga o'sha raqobat sababchimi yoki boshqa sabablar ham bormi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bir tomondan raqobat desa ham bo'ladi. Balkim Alloh sinovi aka, kuchli bo'lishim uchun shunaqa bo'lgandir. Hozir balkim shunaqa bo'lmaganda, balkim hozir siz mendan intervyu olmasdingiz yoki men bu yerda o'tirmagan bo'lardim-da. Bu ham qaysidir jihatlar meni kuchli qilgan desak ham bo'ladi-da. O'stirganman. Shu o'zimning ichimda men hali dokazat qilaman, shu men lutchi bo'laman. Hali isbotlayman degan narsa uyg'onganda menda. Endi yoshligimdan faqat nimadir isbotlab, mana shunaqa o'zimda motivatsiya uyg'otib, katta bo'lganman-da. Mana shunaqa desak ham bo'ladi. U qanaqadir o'zimni kimdandir slabi deyish emasda, chunki men birovdan hech qachon o'zimni slabi deb ko'rmayman. Shu agar raqobat
raqobat qilish kerak bo'lsa, qilaman. Futbolchilik faoliyatingizda eng katta tramplin vazifasini bajargan jamoa menimcha Qizilqum bo'lgan desa ham bo'ladi. O'sha Qizilqum jamoasiga 2023-yilda o'sha ko'chib o'tdingiz, ijaraga olganda adashmasam jamoa sizni. Bu jamoada lekin haqiqiy Muhammadali G'iyosovni qaysidir ma'noda muxlislar ko'ra oldi-da. Bu jamoa o'zi o'tish qanaqa bo'ldi? Mana shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Jamoaga o'tishim aka Olimpikda ko'p zaminda qolib ketganman, zaxirada qolib ketib, chunki ko'rsatishim kerak edi, nima qo'limdan nima kelishini ko'rsatishim kerak edi. Keyin o'shanda Jamshid aka Saidov telefon qilganlar. Keyin men seni komandaga ko'rmoqchiman, o'ynaysanmi deganlar. Shikalamasdan, "Ha, boraman" deganman. Chunki o'yin amaliyoti men uchun juda muhim edi, chunki men o'ynamoqchi edim. Tengqurlarim hamma o'ynab yuribdi, endi odam o'ynagisi keladi-da, o'sgisi keladi, uni ham nomini chiqargisi keladi. Keyin borganman. Xudoga shukr, Alloh yuzimni yorug' qildi. Jamshid aka nima desak bo'ladi? Trener emas, как otamdek menga munosabat qildi-da. Shu o'yin amaliyoti berib, menga ishonib, shu komanda ham ishonishi boshladi keyin aka desak bo'ladi. Shundan keyin o'zimga o'zim ishonch ko'payib ketishi boshladi. Xudoga shukr, o'yindan o'yinga o'sishni boshladim. Ko'proq o'ynasangiz baribir o'sib ketaverasiz deyman. O'sha Qizilqum jamoasida ham adashmayotgan bo'lsam, dastlabki turlarda biroz zaxirada qoldingiz. Lekin nimadir bo'ldiki, Paxtakorga qarshi o'yinda komandani o'q otish dedik-ku, o'sha komanda uchiga o'tirgandek ko'rdik-da sizni. Endi yo'qotadigan hech narsam yo'q edi-da, chunki men shu o'yinga chiqdim-da, bo'ladigan ish bo'ladi dedim. Shu ostidan. Shunaqa yo propan dedim-da, chiqdim. Hech narsani o'ylamasdan prosta o'ynadim, hammasi o'xshab ketdi. Keyingi o'yinda o'sha meni asnoviga qo'yishdi. Undan keyin o'sha boshlandi-da, shu Qizilqumdagi tarix boshlandi. Qizilqum to'g'risi meni ko'tarib berdi-da, nomim chiqarib beradigan tramplin jamoa bo'lib berdi. Bundan oldingi savolga qaytamiz. O'zi umuman Olimpik proyekti deganda nimalarni eslaysiz yoki nimalarni eslatadi mana shu klub, mana shu jamoa? Olimpik deganda sizga aytsam fundament. Yoki menga fundament bo'lgan. To'g'risi men Olimpikka kelishimdan oldin prosta futbol o'ynaganman-da. Bilmaganman futbol qanaqa ekanligini tushunmaganman. U Timur aka bitta xonaga chaqirib, отдельно teoriyalar qilib, menga narezkalar ko'rsatib, "Ukam, men bitta bunday qilishim kerak, bunaqa emas." Aql bilan o'ynashni boshladim, tushunishni boshladim futbolni. Shu katta proyekt bo'ldi menga Olimpik to'g'risi. Fundamentimni qurib berishga menga yordam berdi. Har bitta futbolchi uchun terma jamoada o'ynash, terma jamoa uchun libosini kiyish bu eng katta maqsadlardan biri hisoblanadi. O'sha Olimpik proyektida bo'la turib Parij Olimpiadasiga bora olmadingiz-da? Bu, конечно, har bitta futbolistning orzusi Olimpiadaga borish. To'g'ri, menga nasib qilmadi. Bu qanaqadir armon bo'lib qolishi ham mumkin. Xudo xolasa, balkim endi uni trener tanlaydi, kim qanaqa borishini. Balkim Xudo xolasa menga undan zo'rlar nasib qilgandir. Har doim shunaqa bo'lib kelganman-da. O'sha murabbiy tanlaydi dedingiz-ku, zo'r gapingiz bo'ldi. Mana shu borgan futbolchilarning hammasini loyiq deb hisoblaysizmi? Ya'ni Parij Olimpiadasiga borgan o'sha tanlangan 22 talik tarkib yoki ular sizdan kuchliroqmidi? Yo'q, aka, kimdir mendan kuchliroq yoki kimdir mendan zo'r deb o'qimayman. O'zim bilan solishtirmayman hech qachon. U agar kimdir borganiga kelsa, u nasib aka, unga nasib qilgan ekan, o'sha odamga o'sha bordi. Demak, o'zim bilan o'zim qolib, qanaqadir ma'noda, demak, sen mana shunaqa ekansan, demak, o'sishing kerak degan narsa uyg'ongan. O'zingiz ustingizda ko'proq ishlashni boshlaysiz-da, shunaqa paytlar. Xudo xolasa, men aytganimdek, chetda o'ynamoqchiman aka, to'g'risi. Italiyada, Milanda o'ynamoqchiman. Harakat qilaman inshaalloh o'ynashga. Albatta bir kun o'ynayman, lekin men har doim o'zimga qo'ygan maqsadlarimni shu Allohga shukr erishib kelganman har doim. Xudo xolasa, dalishib bu ham bo'ladi-da inshaalloh. Yorqin o'yinlaringiz sabab Vitaliy Levchenko sizni o'sha Neftchi jamoasiga chaqirdi. Mana shu o'tish haqida to'liq batafsil aytib bersangiz, chunki sizda adashmasam insaytlar chiqqanniki, 7 tami jamoa Superliganing jamoasi o'zining tarkibida ko'rmoqchi bo'ldi. Adashmasam hammasi grand jamoalar edi. Nimaga aynan Neftchi jamoasini tanladingiz? Neftchiga o'tishimdan sabab to'g'ri komandalar juda ko'p edi. Eshitgan bo'lsangiz, Rubindan ham nima chiqqan? Taklif bo'lgandi-da. Keyin kontrakt tugamasidan menga chiqishdi. Mana shu komandaga xohlayapmiz. Chempionlar komanda yig'amiz. Hammasi sborniklar bo'ladi. Bu birinchidan o'zimga qanaqadir vazif bo'ldi ichimda. Shu to'xta katta qadam tashamay, birinchi srazu katta tashamay, sbornikka tushish uchun ham menga oson bo'ladi dedim-da.
borib o'zim sinayman, shu komanda bilan chempion bo'laman dedim. Neftchiga shu bilan kelishildi, Neftchiga o'tdik. Что hujumkor o'yin bo'ladi, unaqa bo'ladi deyishdi. Shu o'zim uchun-da bu o'zimga vizif tashab, shunaqa zborniklarni deb tanladim Neftchini chempion bo'lish. Ya'ni chempion jamoa qurilyapti, hamma chempion jamoaga o'ynagisi keladi. Mana shu Neftchi jamoasida o'z potensialingizni necha foizini ko'rsata oldim deb o'ylaysiz? Chunki adashmaydigan bo'lsam, atigi bitta o'yinda siz Paxtakorga qarshi u ham bir taym o'ynagansiz asosiy tarkib. Bir marta bu juda ham talantni ochib berish uchun kamlik qilmaydimi, ya'ni demoqchiman. Endi alam qiladigani o'zingiz ko'rsatib bermadingiz. Shuncha ishonib sizni olib kelishyapti-da. Sizga короче ana berishmayapti. Sizga ishonch berishmayapti-da, что mana dokazat qilishingiz uchun. Shu asosiy tarkib bitta o'yinga tushganimga kelsa, o'shani ham o'zimning pozitsiyamda o'ynadim. Adashmasam lateral, u chap qanotda lateral himoyachi. O'zimning pozitsiyamda tushmadim. Chunki bu men uchun ham yangilik. Qaysi o'yinchini o'zini yaxshi ko'radigan pozitsiyasi, o'zi o'rgangan pozitsiyaga qo'ysangiz, zo'r o'ynaydi-da, aytgan narsalaringizni qilib beradi. Unaqa bo'lmasa, zashtada o'ynasangiz, hujumchini varataga qo'ysangiz ham varataga zo'r turib bermaydi sizga. Xuddi shunaqa-da bu ham. O'zi asl pozitsiyangiz nima? Adashmasam winger ham bo'lib o'ynaysiz, markaziy hujumchi ham bo'lib o'ynaysiz. Mana shu aynan o'sha Levchenkani futbolda aynan tizimli futbol, ham himoyachi faqat himoyalanish kerak, yarim himoyachi faqat yarim himoya. U ya'ni ko'proq u ham himoyaga yordam berish kerak. Kezi kelganda hujumchilarni ham ortga qaytarardi. O'zi sizning asl pozitsiyangiz nima? Chap qanot hujumchiman. Asl pozitsiyam kelsa chap, o'ng, winger deyman. Winger. Levchenkoda u hujumkor o'yin emasdi, agar bilsangiz. Bu оборонявший futbol o'ynardik. Shunga faqat o'zim pozitsiyamda o'ynamasdim-da. Alam qiladigani shu muxlislar keladi, sizga ishonadi. Endi ko'rsatishingiz keladi-da siz ham. Nimaga stoyit ekanligingizni dokazat qilgingiz keladi. Bekordan bekor siz mana bitta Muhammad Ali G'iyosov qolmagansiz-ku. O'shani bular ham sezish kerak edi. Endi shunaqa bo'lib qoldi, lekin u odamdan ham nima deb o'rgandim. O'zim uchun jamoaga borib, u akalardan ko'p narsa o'rgandim-da. Hamma futbolistlardan bitta-bitta o'rganib keldim. Men har doim kimlardandir faqat o'rganib kelganman. Asos tarkibda tushgan o'yiningizni ko'pchilik muxlislar deymizmi, ko'pchilik har xil mish-mishlar tarqaldiki, o'yinni sotdi degan shu. Bunga munosabatingiz qanaqa? Baribir Neftchi jamoasida o'ynab ketgansiz. O'sha sizning karyerangizga Neftchi jamoasi yozilganda, baribir kamera o'yin amaliyoti bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu haqida gapirsangiz menimcha o'rinli bo'ladi. Yo'q, aka, u hech qaysi futbolchi masalan bu niyatda chiqmaydi-da, o'yinni sotish yoki o'yinni kimgadir berish, chunki siz oilangizga pul olib kirasiz, aka, o'sha orqali harom pulni olib kirmaysiz farzandlaringizga. Unaqa narsa u prosta odam, ne futbol odamni gapida, aka, unaqa narsa yo'q hech qachon. Hech qachon men o'ylayman, o'yin sotadigan o'yin bo'lmagan. Bizga faqat omad qul boqmagan bo'ldi o'sha o'yin. Balkim 7-minutda menda moment bo'lgan. Aljonovda o'tib ketib, to'singgan deb o'ylagansiz. Perikladniga tef olganman. Endi aytaman, omad ko'p narsa. O'tgan yil to'g'risi varta yetibsam ham ko'p shtangalar bo'lganda, shunga shunaqa-da, aka. Futbolda yutish bor, yutqizish bor. Levchenkodan xafamisiz? Yo'q, xafa emasman. Undan ham o'rganganman. Men o'rganganman deyapsiz-ku, mana o'sha Jamshid Saidov deymiz. Timur Kapadze va Vitaliy Levchenko. Nimalarni o'rgandingiz masalan? Timur akadan bundan bunaqa deb aytadigan. Bittadan hatsa nimadir bormi masalan? Aynan o'sha futbol tili bilan aytgan. Masalan, Timur akadan futbol o'rganib, irodali bo'lishni o'rganganman. Futbolni tushunishni boshlaganman. Jamshid akadan masalan o'yin amaliyoti ko'proq olib, ishonch ko'proq olganman u odamdan. Menga ishonganini sezganman. Timur aka ham ishongan menga. Faqat menda o'yin amaliyoti kam bo'lgan. Demak, meni shunaqa tayyorlagan, balki u inson kuchliroq bo'lishim uchun. Vitaliy Levchenkodan o'rgangan narsam kelsa, menimcha faqat sabrli bo'lishni o'rganganman. Sabr bilan faqat kutishni o'rganganman. Arsenal muxlisi ekansiz-da unda. Kutishni o'rganganman biratdan. Endi shunaqa biratdan ko'proq kuch yig'ganman-da. Endi o'sha Neftchida qolib chempion bo'lishingiz ham mumkin edi. Kontraktingizga ko'ra, yetarlicha daqiqalarga ega bo'lmasangiz, sizni ketishingiz kontraktingizga yozilgan ekan, adashmasam Neftchida. Siz o'sha daqiqalarga ega bo'lmadingiz va ketishingiz deyarli aniq bo'lib qoldi o'sha birinchi davraning so'ngiga kelib va siz Vodiyning boshqa jamoasi, Navbahor jamoasiga ko'chib o'tdingiz. U chunki har bitta men aytganimdek, boya har bitta futbolist uchun o'yin amaliyoti kerak narsa. Tem bo'lamiz biz yoshmiz aka.
Biz ko'proq o'ynashimiz kerak. O'yin amaliyoti. Qisqa qilib aytganda, murabbiy sen o'ynaysan deb olib kelgan, to'g'rimi? Ha, o'ynaysan. Biz mana bunaqa pozitsiyada biz hujumkor o'yin o'ynaymiz deb aytishgan menga. Что bizda 5-3-2 оборонительный futbol bo'ladi deyishmagan. Kontrakt tuzishdan ham oldin, Neftchi bilan tuzishdan oldin aytishganda, men aytganman, u Levchenko оборонительный futbol o'ynaydi. Men to'g'ri kelamanmi deganman-da. Ha, keyingi yil ana Champions komanda qilyapmiz. Bunaqa komandada оборонительный futbol bo'lmaydi deyishgan. Endi bundoq olsam, ko'pchilik mana bunaqa futbol o'ynaymiz deb kelmagan Neftchiga. Что 4-3-3 hujumkor o'ynaymiz. Chunki ko'proq oldinga o'ynaydigan futbolchi, masalan, olingan futbolchilar, kelgan futbolchilarga qarasak, ko'proq oldinga o'ynaydigan futbolchilar yig'ilgandi-da. Shunaqada. Keyin ishonchingiz yo'qoladi-da, to'g'risi. Trener sizga ishonch bildirmayapti. Kam o'ynayapsiz. O'zingiz yeyishni boshlaysiz-da. Moralniy, psixologik rostdan odam baribir davleniya bo'ladi, nima bo'lsa ham. Keyin что o'zimni ko'rsataman, chempion bo'laman deb Navbahor komandasiga o'tganman. Xudo xolasa, inshaalloh Alloh nasib qilgan bo'lsa, shu komanda bilan chempion bo'lmoqchiman. Murabbiy ishonchi futbolchi uchun qanchalik muhim? Eng keraklisi aka. Murabbiy sizga qancha ishonsa, siz o'zingizni shuncha uverenroq his qilaverasiz. Chunki sizga ishonyapti. Uveren harakat qilsangiz, maydonda ham xato qilmaysiz. Qilmaysiz, abshi qilmaysiz. Endi avvalambor uvereniz odamni o'zidan keladi, lekin baribir kimdir sizga davla berib tursa, davay qilib tursa, siz вообще yana ruhan kuchli bo'lasiz-da. Что sizga ishonyapti. O'sha odamni ham yuzini oqlashim kerak deysiz. Navbahor jamoasiga ko'chishingiz qanaqa bo'ldi? Kim taklif qildi? Navbahorga o'tishimdan asosiy sabablardan biri Otabek Samatov bo'ladi. Neftchiga o'tishimdan ham oldin aytuvdilar-da, agar masalan kam o'ynadim-ku, kuzatar ekanlar-da. O'shanda aka bilan tanishdik, yaqin aka-uka bo'lib qoldik-da. Keyin aytdilar, bizni komandaga kel, bizda o'sasan, bizda faqat hamma o'sib ketgan deganlar-da. Keyin Levchenko, Vitaliy Levchenko bilan gaplashtirdilar. Aka bilan gaplashsam, aka realni xohlayotganlarini bildirdilar-da, что мне нужен такой игрок dedilar, как ты. Sani potensialingni ochish kerak, что o'ynatishim kerak. Agar bilsangiz, akadan ham zo'r futbolistlar chiqqanda, sani o'stiraman dedilar. Keyin bu yerdagi atmosferani ko'p bilasan dedilar, qanaqa. Hodiyda bilasiz, atmosfera вообще bomba. Hamma jamoasida. Keyin men shu o'zingizga ishonch his qilishni boshlaganingizdan keyin kimdir ishonayotganini bilsangiz, siz boyingiz keladi o'sha jamoa. Demak, sizni xohlayapti o'sha odam. Sizdan nimadir kutyapti o'sha odam deysiz-da. Конечно, o'tkiz keladi. Mana shu o'rinda yana bitta savol. Siz Navbahorga o'tdingiz va adashmasam Paxtakorga qarshi o'yindan keyin Lushchan va Alisher Odilov o'zingiz o'rtog'ingiz birga katta bo'lgan. Neftchiga o'tdi, siz qaysidir ma'noda o'sha almashinuv bo'ldi-da. Shunaqa. Endi undan keyin Odilov bilan gaplashdingizmi? Ha, biz har doim gaplashib yuramiz, telefonda yoki bir joyda o'tiramiz. Shu almashganmiz-da. Qanaqa maslahat berdi? Ya'ni Navbahorga kelib siz ham yutdingiz, Alisher Odilov ham borgandan keyin adashmasam asos tarkibda o'ynadi. Chunki Alisherning nasibasi Neftchida ekanda, hozir o'yinlarini ko'rsangiz, odam havas keladi-da o'yiniga bunda. Hozir chunki o'ziga maqsad qo'yasiz-da. Mana og'aylarim mashitda. Demak, men ham o'sishim kerak. Plankani ko'tarish kerak-da. O'ziga maqsad qo'yib, shunaqa harakat qilasiz. Alisherning bergan maslahati oshna dedi, o'yini sizni muxlislarning o'zi ko'tarib qo'yadi. Navbahorda endi balkim kimdirlar uchun yomon ko'ringandir Alisher, lekin bunaqa emas-da. U ham o'ziga to'g'ri bo'lgan yo'lni tanlaydi. U ichkarida bo'layotgan narsani ko'pchilik bilmaydi. Hamma yuzaki ko'ramiz. O'zidan kelib chiqib gapiradi. Ha, yuzaki ko'rib chiqamiz. Shu aytdi, что oshna o'ynasangiz yaxshi, qancha o'yinga yaxshi o'ynasangiz, muxlislar ham shuncha yaxshi ko'rib qoladi, shuncha ko'taradi. Vodiydan zboniga tushish oson, agar bilsangiz. Muxlislar o'zi olib kirib qo'yadi deysiz. Xuddi shunaqa. Maslahatlari faqat yaxshi o'ynashdi. Navbahor jamoasida o'tgan mavsumda moliyaviy muammolar kuzatildi, mavsum so'ngida va hozir holat qanaqa? Ochiqlab ketsangiz agar. Holat zo'r. Muammo yo'q. Hamma sharoitlarni zo'r qilib qo'yishgan. Mavsum boshida jamoaga Timur aka Kapadze, o'zingiz o'sha u ham sizni biladi, siz ham uni bilasiz. Kapadze kelib qo'shildi. Bu sizni qanchalik xursand qildi? Endi xursand qiladi-da, конечно. O'zingiz bilgan trener, sizni xohlayotgan trener, siz futbolni o'rgangan trener shunaqa jamoaga kelyapti. Yana maqsad qo'yadi.
Sizga maqsad nima qo'yishyapti, zadacha qo'yishyapti, chempion bo'lish, kubok ko'tarish. Shunaqa trener kelib, albatta, sizni juda xursand qiladi. Kelgach siz bilan o'zi gaplashdimi, nimalar dedi agar? Yilning oxirida telefon qildilar Timur aka, что mana shunaqa masalan xohlayapman, masalan qolasanlar. Что Timur aka xohlayotganlarini bildirtirdilar-da, что birga bitta maqsad qo'yamiz, birga o'sha maqsadga erishamiz. O'sha zadachani qilamiz. Shu siz bu narsa xursand qiladi, boshqa narsani o'ylab o'tirmaymiz. Bo'ldi Timur aka. Biz siz bilan. Ma'sum o'sha Turkiya yig'inida ham o'sha matbuot xizmati deyarli o'sha Navbahor matbuot xizmati yaxshi ortmadi desa ham bo'ladi. Umuman Timur aka bilan Turkiya yig'ini qanaqa o'tdi va maqsadlar qanaqa edi? Hozirda jarayon qanaqa ketyapti? Umuman Navbahor jamoasiga 2026-yilda qanaqa maqsad qo'yilgan umuman? Maqsad chempion bo'lish. Chunki Vodiy komandada ikkita komandalar chempion bo'ldi Vodiyda. Shu yil Xudo xolasa biz chempion bo'lish, kubok ko'tarish. Bir tomondan olsangiz, o'tgan yil menga nasib qilmadi chempion bo'lish shu komanda bilan. Lekin men shu Navbahor bilan mana shu yil chempion bo'lmoqchiman. Men o'zimga maqsad qo'yganman, lekin men shu narsaga ishonyapman. Что biz chempion bo'lamiz. Komandamiz hamma bir xil maqsad qo'yganmiz. Aka-ukadek hammamiz harakat qilyapmiz. O'sha hozirga qadar Buxoro deymizmi, Bunyodkor deymizmi, Qizilqum deymizmi, Neftchi, Vodiyda ham, Vohida ham o'ynab ko'rdingiz, ya'ni ko'plab jamoalarda o'ynab ko'rdingiz. Umuman Muhammadali G'iyosovni kelajakda Yevropaning qaysi jamoasida ko'rishimiz mumkin? Men Italiyada o'ynamoqchiman inshaalloh. Milanda. San Siroda o'ynamoqchiman. Yoshligimdan Milanga va'yat qilib kelaman to'g'risi. Shu Alloh nasib qilsa Milanda o'ynab, men har doim o'zimga maqsad qo'yganman. Shu qo'ygan maqsadlarimga har doim erishib kelganman. Inshaalloh Alloh yuzimni yorug' qilsin, albatta o'ynayman. Xudo xolasa keyin 1 yil ketsin, 2 yil deganda ko'pi bilan 2 yil. Albatta boraman Milanga, o'ynayman inshaalloh. Milan kutib ol. Inshaalloh. O'zi muxlislar futbolda juda bir muhim qismlardan biri, chunki muxlislar uchun o'ylanadi. Umuman muxlislar to'la stadionda o'ynash va biroz kamroq, ya'ni muxlislarsiz stadionda o'ynash. Futbolchiga bu qanchalik foyda yoki plus yoki minus tomonlari bor? Muxlislarsiz zerikarli aka. Endi futbolda biz sevib o'ynaymiz, lekin ko'proq ular uchun o'ynaymiz-da, futbol. Muxlislar xursand bo'lishi uchun. Masalan, kimdirdalar nastreniya masalan ichidan yomon bo'ladi-da, biz o'yinga keladi. O'sha o'yinda sizdan qanaqadir o'yingizdan bahramand bo'lish uchun o'ynaysiz. Что xursand qilish uchun o'ynaysiz-da, muxlis nima bo'lsa ham, kayfiyatini ko'tarish uchun. O'sha ham savobda bir tomondan kimgadir xursandchilik ulashasiz-da kimgadir. U muxlislar bilan o'ynash emotsiyali-da, qiziq вообще. Emotsiyasi. Endi men sizga hozir aytolmayman u emotsiyani. Любой bitta o'yinda ham, masalan, Namanganda bo'lgansiz, albatta ishlarni bilasiz. Derbilarda ham bo'lgansiz. Shunaqa. Aka u eyforiyasi bor-ku, bir 2 kun tarqalmaydi-da eyforiyasi derbilardan keyin yutib olsangiz o'sha o'yinni. Eyforiyasi. Tem bo'ldi oxirgi o'yin Andijon bilan o'ynaganmiz o'tgan yili. Mana shu nasib qilmadi endi o'ynash. Jarohatda. Lekin men yutdik, baribir shunaqa xursand bo'lasiz. O'sha eyforiyani ichida bo'lgisi keladi-da. Lekin o'tgan yil oxirida Jiyani furib ketgan-ku. Voy aka ishoning, u boshqacha emotsiya-da. Va sizga futbol mana shu kunga qadar bergan eng zo'r emotsiyani tasvirlab bera olasizmi? Eng zo'ri. Eng zo'ri o'sha bo'lgan. Endi Qizilqumda masalan Qo'qonga qarshi o'yin gol urganimni shunaqa emotsiya bo'lgan, lekin mana bunaqa eyforiya bo'lmagan. Yonib ketib qolgani baribir shu vodiyda. O'zimni yo'qotib qo'yganman-da to'g'risi. Ishoning, men pas beryapman, Rusya gol uryapti. Men shunaqa yuguryapman balishlarga qarab, endi masalan o'yinda o'tiribmiz, faqat davleniya bo'lyapti, Andijon tomonidan faqat davleniya bo'lyapti. Endi ichingizda aytasiz, hozir masalan Alloh yuzimni yorug' qilgan, mana shundan oldin yuzimiz yorug' bo'lib ketaylik. Oxirida 90 plus urib ketganmiz. Shunda urib ketganmiz. O'yindan bir kun oldin Rusya bilan biz aniq qilganmiz. Ertaga endi jigar deb gaplashamiz-da. Agar ertaga gol ursak deganmiz, bundoq qilamiz deganmiz. Shu borasida yaxshi niyatda qilganmiz-da, mana shuni qilamiz, gol ursa, kim gol ikkalamizdan bittamiz gol ursa, nishonlaymiz birga deganmiz. Shunda gol, men pas beryapman, Rusya gol urdi. Menimcha hayotingizdagi eng zo'r assistlardan biri bo'lsa kerak bu. Va shu gol ham juda chiroyli gol bo'lganda. Shuni yuguryapman bor-ku. Voy, anu baleshik o'zim tashlab olgan, ishoning bizga qarab. Jinnov qo'yganman lekin. U emotsiya
hech nima bera olmaydi unaqa. Adashmasam o'shandan keyingi o'yinda banner ko'tarishganda o'sha rasmiylarni qo'yib. Keyin yana derbi bo'lganda. Yana derbi. Biz chiqqanmiz poliga, Namanganga qaytganmiz. Endi hamma balishlar rahmat dotdi. Xursand bo'lasiz bir tomondan. Juda xursand bo'lasiz. Poliga chiqqanmiz. Bunda o'tiribmiz. Endi o'yin boshlanyapti. Shunda suyistok bo'lishi yaqin banner chiqib ketdi-ku. Men bilan Ruslanning rasmi. Voy, etlarim jivirlab ketgandi. Hali o'yin boshlanmadi. Yo'q, o'yin boshlangan. Etlarim jivirlab. Endi ular uchun jon bergisi keladi-da, ko'proq. O'shalar ham xursand qilib degisi keladi. Yonasizda, ichingizdan yonib ketasizda. Unaqa kuch narsa bera olmaydi aka. O'sha namanganlik muxlislar hozirda o'sha Navbahor jamoasi o'sha uy stadioni ta'mirlanayotganligi sababli Yangi O'zbekistonda o'sha Olimpiya stadionida o'yinlarni o'tkazyapti. Lekin Navbahor jamoasining muxlislari hozircha o'sha yaxshi muxlislar kelib turibdi. Umuman bu mavsumda uylar o'ynaganda bu qanchalik o'sha yuqoriroq bo'lardi? Juda yuqori bo'lardi. Ularni berayotgan dallasi, siz har bittangizni nomingizni olib turib baqirsa, sizga kuch bo'ladi-da u narsa. Masalan, qayerdadir 2-0 qilgan joyimizda 4-0 qilib ketishimiz mumkin. Aka, bu yana kuch bo'ladi. Davay qilib tursa sizga kuchingiz yana oshadi-da, to'g'risi. Charchaganingizni sezmaysiz-da, nima bo'lsa ham. Umuman bu mavsumda Navbahorni yana bir ustun tomonlaridan biri borki, hamma pozitsiyada ikkita uchtadan futbolchi bor va almashtirib bo'lmas deyarli futbolchi yo'q-da. Bunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni asosiy tarkib futbolchisi deyarli ko'rmaymiz-da, deyarli rotatsiya juda ko'p qilyapti. O'sha yetakchi futbolchilarni bu biroz jahlim chiqaradi yoki ko'proq bu shunaqa vaziyatlar kuzatilmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, unaqa raqobat bo'lgan joyda o'sish bo'ladi har doim. Lekin raqobat sog'lom bo'lishi kerak har doim. Bu normal holat-ku aka. Raqobatingiz bo'lmasa, sizga teng konkurensiya bo'lmasa, siz ham oddiy ishingizda siz ham просто hamma lutchiman deb yuraverasiz-da. Agar u keyingi o'yin siz sopernikingiz sizdan yaxshiroq harakat qilib qo'ysa, voy, men joyimni olib qo'ydi deb kuchliroq harakat qilishga intilasizda. Bu normal, zo'r narsa bu. Masalan, Navbahordagi sizning asosiy konkurentingiz desa bo'ladi. O'zingiz yaqin o'rtog'ingiz yana bir Ruslan Jiyanovda, to'g'rimi? Yo'q, endi o'yinda biz konkurensiya bo'lish mumkin. Yo'q, ya'ni pozitsiya bo'yicha, ya'ni ikkalangiz bitta pozitsiyani futbolchisizlar. To'g'ri, Timur aka o'sha Timur aka rotatsiya qiladi lekin, chapdan urishadi. Biz lekin farqi yo'q, bizni qattiq qo'ysalar biz o'ynaymiz. Chunki Timur aka bilalar. O'yinda ahamiyat bergan bo'lsangiz ham, Ruslan bilan almashib o'ynaymiz biz joyimiz. Biz bir-birimizda qanaqadir konkurensiya yoki nimadir ichida bo'ladi odamlar, bu odam anaqa narsa yo'q-da, tushundingizmi? Faqat havas bor. Men Ruslanga nisbatan havasim bor-da. Chunki unga qarab o'syapman men ham. Harakat qilyapman. Futboldagi oliy maqsadingiz nima? Futboldagi oliy maqsadim, men dunyo tanishni xohlayman. Oilamdagilar faqat chiroyli hayot yashashini xohlayman. Oliy maqsadlarimdan biri mana shu. Masalan, O'zbekistonning faxri bo'ling. Oilamman, ota-onam, uydagilarim yaxshi ko'rib, ularga zo'r hayot qurib bering. Menga mana shu narsadan o'zi yetadi. Zo'r javob bo'ldi. Siz bunga qadar umuman kubok yutmagan ekansiz. To'g'ri, o'sha o'tgan mavsumda Neftchi jamoasida birinchi davrada bo'lganini hisobiga sizga kubok yozilgan, no, uni ko'tarmagansiz siz. Bu mavsumda Navbahor bilan ko'tarishga qanchalik ishonyapsiz? U narsa menga nasib qilmagan, lekin mana shu yil, aka, men intervyuda aytaman, mana shu yil kubok ko'tarib keyin kelaman, aka, shu kubokni olib kelaman. Mana shu studiyaga, mana shu studiyaga olib kelamiz kubok, xudo xolasa. Lekin men aniq ishonyapman, ko'ngil sezadi-yu. Lekin kubok mana shu yil ko'taramiz, biz chempion bo'lamiz mana shu yil Navbahor bilan. Chunki o'zimga ham maqsad qo'ydim. O'tgan yil men ko'rdim-da, shu Neftchi chempion bo'ldi. Menga ko'tarish o'sha nasib qilmadi. Shu yil men inshaalloh travmadan tuzalib olay, qo'shilib olay ekanman. Borimni beraman chempion bo'lish uchun. Hamma narsa qilamiz, xudo xolasa chempion bo'lamiz. O'zingizning pozitsiyangizda yoki umuman futbolda kumiringiz bormi? Futbolda kumirim bor. Kim? Birinchisini olsak, Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Katta kumirlarim. Hozir o'ynayotganlardan Mbappe. Mbappe. O'zi umuman Realda o'sha o'yinlarni kuzatib turasizmi? Kuzatib turaman. Muvaffaqiyatsizliklarga sabab nima deb o'ylaysiz? Mbappeni ham travmadan keyin o'yin chiqmayapti unchalik. Omad, men sizga aytganimdek. Omad yetishmasligi bor. Futbolda ham ana aytadi-yu. Yutuq bilan mag'lubiyat birga-bir yuradi. Shunaqa-da yonma-yon yuradi. Shunaqa-da omad yetishmay qolsa, harakat qiling, yuz chiraning, sizga o'sha nasib qilmaydi. Qaysi golingizni yoki o'sha qaysi harakatingizni ota-onangiz maqtagan yoki chunki baribir ota-ona faxrlanishi har bir farzand uchun faxrda bu. Esla olasizmi? Lekin to'g'risini aytsam, ota-ona uchun siz har doim eng zo'risiz.
Har bitta Chunki yaxshi natijasidan quvonadi-da baribir. men har bitta o'yinimdan keyin onam telefon qiladi. Menga birinchi bo'ladigan telefon qiladigan birinchi muxlisim ham onam. To'g'risi. Ko'p gollarim onam uchun atalgan. Har bitta men xod yomon o'ynasam, telefon qilib, "Sani kommentator mana bunaqa" dedim maqtadi. Onam uchun men eng zo'riman. Shunaqa. Mendan zo'ri yo'q, to'g'risi. Любой farzand, siz ham onangiz uchun eng zo'risiz. Shunaqada. Men ani определённый yo'q-da. Onam uchun, ota uydagilarim uchun hammasi zo'r, eng zo'r. Qaysi futbolchi bilan o'sha hozirga qadar qaysi futbolchi bilan karyerangizda eng zo'r tandem bo'lganman deb ayta olasiz? Jamoadoshlarimdan olsak, ko'pchilik bilan, lekin Qizilqumda Kenjaboyev bilan oson Yondirardinglar, ha? Oson bo'lganda, akam meni tushunganlar, men ham gapirmasdan bir-birimizni tushunardik-da, bo'ldi. Oson bo'lgan o'sha aka bilan. Undan olsangiz, Alisher Odilov bilan ham, Ruslan Janov bilan ham oson o'ynash, chunki zo'r tushunamiz-da bir-birimizni, yaxshi tushunamiz. Endi Kenjaboyev bilan ko'p o'xshagan narsalarimiz ko'p bo'lganda. Bu o'sha maxsus bir o'rtog'ingizdan savol. Qachon endi o'sha kontrga to'rga to'g'ri sastavinglar bo'lgan ekan-ku, qachon bir o'sha o'rtoqlaringizdan kelgan savol, kelmay qo'ydi kontrga dedi. Qachon borasiz endi? Qaysi o'yinda? Oxirida aytamiz. Ushlamasiz? Yo'q. Kontr nima? Kontr chaqirsa boraman. Bilmadim, shunaqa deyishdi-ku. Yo'q, chaqirsa boraman. Chunki so'raganimda Ali dedi, oramizda eng zo'r kontrchi dedi. 3ga 1 o'ynardi dedi. Alisher aytmadimi? Alisher Odilov aytgandi. Yo'q, oxir endi ko'ryapsiz-ku, boshqa jamoadamiz kam ko'rish vaqtimiz birga to'g'ri kelib qolmayapti-da. Bolalar kam yig'ilishyapmiz. Yig'ilishsa albatta o'ynaymiz. Sam keling aka, agar o'ynashni bilsangiz. Kontrdan yo'raman lekin. Futbolchilik faoliyatingiz hozirga qadar oq-qorami yoki qora-oq? Qora deb ham bo'lmaydi, qora oq ham deb ham bo'lmaydi-da. Chunki men tez, masalan, kech kirib kelgan bo'lsam ham, Alloh nasib etsa bilan tez o'ynash boshlaganman Superligada. Har kim emasda, har kim. Любой futbolchisi orzusi-da, tezroq o'ynab ketdik Superliga deydigan. Hozir bir ikkita sifatlarni inobatga olmasak, Xudo xolasa mana fizik formam tiklanyapti, yaxshi bo'laman, Xudo xolasa. Bu yog'iga faqat endi yondiraman aka inshaalloh. Allohdan qolgan. O'sha yondiraman dedingiz, namanganlik muxlislarga o'sha qanaqadir tilaklaringiz bo'lsa? Namanganlik muxlislarga tilaklarim kelib bizni faqat podдержка qilishsin, biz bilan birga bo'lishsin. Hozir Xudoga shukr hammalari birga, har doim birga bo'lishgan. Lekin inshaalloh qo'llar ochib duo qilsa ham birga chempion bo'lamiz shu yil. Navbahor. Navbahor bilan. Men to'g'risi namanganlik muxlislarni juda yaxshi ko'rib qolganman. Endi nimaga? Chunki Farg'onada ham o'sha muxlislar bor. Chunki lekin o'zingizni ko'rsata olmagansiz. Ha, bu yoqda u yoqda ham zo'r, u yoqda ham meni yaxshi ko'rishgan. Bu yoqda ham Xudoga shukr, xatga borsam meni yaxshi ko'rib qolishyapti. Bu yoqda endi o'ynadim, ko'proq o'zimni ko'rsatishga harakat qildim. Masalan, to'g'ri hali gol urmagan bo'lish mumkin. Lekin aytaman, mana shundan keyin ko'ngil sezadi-ku. Mana shundan keyin hozir zo'r liniya ketadi-da, men chunki o'zim his qilyapman mana shu narsani. Xudo xolasa bu yoq zo'r bo'ladi. Har doim endi telefon qilib, podдержка qilib, aka 100 ta muxlis telefon qilganmizki. Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Nomerim qayerdan olishgan bilmayman, 100 ta muxlis Namangandan telefon qilishgan. 100 ta muxlis. Endi aytgan voqeani yaxshi ko'rib qolmaysizmi? Qaysidir voqeadan keyinmi? Endi voqeadan keyin uni qo'ying aytmayman. Lekin aka o'zim hayron qolganman-da, uncha odam xattaman nomerini topgan, telefon qilib, podдержка qilib, zo'r-da aka, конечно, ular uchun o'ynagisi keladi keyin. Unda intervyumiz so'ngida Muhammad Ali o'sha muxlislarimizga, umuman Superliga muxlislariga tilaklaringiz bo'lsa, muxlislarga kelsak, hamma muxlislarga omad tilayman. Faqat shu jamoalarni qo'llab-quvvatlashni tilab qolaman. Sapernik jamoadagi muxlislarni ham, sapernik o'yinchilarni ham hurmat qilishini tilab qolaman. Shu o'yinlarning hammasiga omad. Navbahor jamoasiga ham omad tilaymiz shu o'rinda va Xudo xolasa o'sha aytganingizdek, agar avvalambor nasib qilsin, mana shu kubok bilan Xudo xolasa mavsum so'ngida sizda mana shu studiyada ko'rishamiz. Albatta ko'rishamiz aka. Inshaalloh. Rahmat. Charchamang. Rahmat sizga.